O'zing bir kechasiga gaplashib bersammikin, bolam? Alo, eshitaman aka. Qayerdasan? Sen bilan bir ko'rishib gaplashib olaylik. Aka, men bu darajada deb o'ylamagan ekanman-da. Shuning uchun bir tarafda eshitib ish qilmaslik kerak. Erkak kishi onasi bilan ayolning o'rtasida tarozi bo'ladi. Bo'ldi aka, men sizni yaxshi tushundim. Hammasini o'zim to'g'rilayman. Aya, qizingiz qani? Uyda? Tinchlikmi? Tinchlik emas-da, aya. Singlim qaror. Aka, tinchlikmi? Ikkovlaringiz ham yaxshilab eshitinglar meni. Aya, nima siz aytgan qizga uylanmaganligim uchun meni ayolimni xo'rlayapti dedingizmi? Yoki meni o qizingiz turmushdan qaytib kelganligi uchun alamini meni ayolimdan olyapsizmi? Singlim yaxshilab eshit. Seni turmushing o'xshamagan bo'lsa, men yoki kendin aybdor emas. Tushunyapsanmi? Aya, o'zi aslida siz buzgansiz. Kuyov bolam surishtiraylik deganmanmi? Deganman, siz aytgansiz. Yo, kuyov bola boy ekan, singlim maza qilib yashaydi degansiz. Men endi kasrini meni oilam ko'ryapti. Aya, jigarim bo'lib turib bizni unaqa qiynamanglar. Agar sizlarga yoqmayotgan bo'lsak, boshqa yo'l olib chiqib ketamiz. Meni oxirgi gapim shu.